hammasini olib ketardi uka. Vaqti bo'lmasdi u. Hayvonlardan hozir xoli qildik hududimizda. Lekin hozirgi kunda mana insonni 1,5 gektar yer ekan. Har xil qushlarning ovozini eshitasiz. Ayniqsa bulbul ovozini. Bir eshitib ko'ring, ha. Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisizlar? Soat millarimiz 6:00. Samarqand vokzalidamiz. Ko'pchilik Samarqandga tarixiy joylarini ko'rgani keladi. Biz esa bu safar sizlarga Samarqandning o'ziga xos tabiatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Urgutga yo'l olamiz. Urgutda esa Omonxo'ton milliy tabiat bog'ini sizga ko'rsatishni reja qilganmiz. Ko'rsatuvimizga like bosing, izohlar qoldiring, biz bilan bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bo'lmasa yo'lga otlanamiz. Omonxo'ton milliy tabiat bog'i bekorga bunaqa nomda qo'yilmagan, chunki oldin ham bu yer haqida ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Bu yerdagi qishloq nomi ham Omonxo'ton va biz hozir qurt sotadigan joyga to'xtadik, do'konga. Qurtning kattaligini qaranglar. Bu qurtni nima deb nomlagansiz? Dada qurt. Nomni qarang, dada qurt ekan, kattaligini qarang. Qo'yil lekin. Qurtlarning dadasi ekan. Mana busi nimali, bu rayhonlimi yo? universalni qurti. Rayhon, qalampir, kiygoti va kiygoti, murch, universal ekan. Bu yoqda ana shu kiygoti. bu kiygotili qurt, ha? Bu kiygotili qurt. Bu yoqda yumaloqlari bor ekan mana. Bu qurtimiz nomi Tabatning o'zi Tabib degan qurt. Tabib? Ha. Bu tabib qurt, ha? Ha. Bu yoqda mana qalampirlisi bor ekan. Bunisi boshqacha mana. Ranglarini qarang. Ajoyib. Urgutdan, Omonxo'tondan o'tadigan bo'lsangiz, Kitob Perivaldan shunaqa qurtlar tatib o'tishingiz mumkin. Tavsiya qilaman. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi Omonxo'ton milliy tabiat bog'iga yetib keldik. 1,5 gektar yer maydonida tashkil qilinganiga 3 yil bo'lgan. 3 yil ichida avvallari chorva, har xil qurilish uchun payxon qilinib kelinayotgan yerda o'rmon qayta tiklangan. Bugun sizlarga mana shu o'rmonda tiklangan bog'ni ko'rsatishga harakat qilamiz. Omonxo'ton milliy tabiat bog'i O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan tashkil etilgan. Bog'ning asosiy maqsadi noyob tabiiy ekotizimlarni, flora va faunani biologik xilma-xillikni saqlash, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, ekologik monitoringni amalga oshirish va aholining ekologik madaniyatini oshirishdir. Umumiy qilib aytganda, tabiatni qayta tiklash va bu orqali ekologiyani yaxshilashdir. Biz hozirgi turgan joyimiz o'sha qadimiy Taxtiqoracha dovoni. Boya aytganimdek, Samarqand bilan Kesh viloyati hozirgi Shahrisabz hududlarini bog'lab turuvchi asosiy yo'l hisoblanadi. Endi qaysidir manbalarga ko'ra bu yo'lni 3000 yillik tarixga ega deyishadi. Lekin yana bitta aniq ma'lumot, buyuk sarkarda shu Amir Temur bobomiz ham doimiy ravishda shu yo'ldan o'tib qaytganlar. Har bitta o'sha qo'shin bilan o'tganda Shahrisabz Samarqand oralig'ida o'sha qatnaydigan karvon buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i mana shu yo'ldan o'tilgan.
hudud dengiz sathidan 1800-1870 metr balandlikda joylashgan. Mana shu biz turgan joyimizdan hozir 200 metrdan keyin Qashqadaryo viloyati hududi boshlanadi. Bu tomonda mana Samarqand viloyati Urgut tumani hududi. Shu O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar departamenti tasarrufidagi Omonqo'ton milliy tabiat bog'ining hududida turibmiz. Milliy bog'ning hududiga bu joylar mana 2022-yildan beri kiritilgan. Unga qadar o'rmon xo'jalik tashkilotini o'rmon fondi yer hisoblangan. Endi mana bu ko'rinib turgan daraxtlar, mana achchiq bodom misol uchun yoki boshqa o'simliklar, butalar, bular hammasi tabiiy holda o'suvchi o'simliklar hisoblanadi. Bular qo'lda ekilmagan, tabiiy holda o'sadi, tabiiy holda ko'payadi. Bizga ko'rinib turgan mana bu to'g'rimizdagi mana bu o'rmon 1878-yilda, ikkinchi bosqichi 1933-yilda ekilgan. Bu tomonda mana orqa tomonda turgan o'rmonzor ham o'sha davrlarda ekilgan. Omonqo'ton hududida mana shu milliy bog' hozirgi hududlarda o'rmonni birinchi barpo qilishi, boshlanishi bu 1878-yilga to'g'ri keladi. O'sha yili 1.300.000 tup turli xil daraxt, 20 dan ortiq turdagi daraxtlar nihollari ketirib ekilgan bu joylarga. Ekish usuli ham haligi terrasa usulida deyiladi. Terrasa usuli degani o'sha ariq qilib shaklda qazib, chuqur qilib, chuqurning ichida nihollar ekilyapti-da. Bahordagi, kuzdagi yomg'irlar suvlari, qishdagi qor to'planib, shu yerda namlik, katta darajada namlik hosil bo'lib, shu namlik bahordan kuzgacha shu nihollarni ko'karib olishi uchun, yashab ketishi uchun xizmat qilgan. Afsuski, orada bog' hududi qarovsiz qolgan va insonlar hamda chorva mollari sabab o'rmon kundan kun siyraklashib, butalar yo'qolishni boshlagan. Xurram Kadirov yoshligidan bu atroflar odam kirgani qo'rqadigan o'rmon bo'lganini eslaydi. Milliy tabiat bog'ida aynan o'sha o'rmonni qayta tiklash uchun ish boshlaganini aytadi. Oldin shunaqa to'qay zo'r bo'lgan, bir podshoning davriga bitta otni qo'yib yuborib, 6 oydan keyin topishgan. Qizil To'riq degan qishloqdan topgandan keyin o'sha yerda joyi Qizil To'riq deb nom olgan. Masalan, birov ovga borgan yo boshqa borgan, qayerga bording deganga, Qizil To'riq topilgan joy bor-ku degan. O'sha yerda aytgani uchun Qizil To'riq deb nom olib ketgan keyin u narsa. Otni laqabi Qizil To'riq bo'lganda? Otning laqabi emas, parodasi Qizil To'riq bo'lgan. Qizil To'riq bo'lgan. To'riq ot bo'ladi-ku, o'sha To'riq ot o'sha yerdan topilgan. Shuning uchun ham Qizil To'riq bo'lgan keyin. 6 oy ichi qidirib ham topolmagan. Ves armiya qidirib topolmagan. Shunchalik qalin, to'qazor bo'lgan. Yoshligingizda ham o'sha qaygachadir qo'y boqib borardinglar, u yog'iga kirib bo'lma. U yog'iga o'tsak, o'sha qo'rqardik, yo'qotardik qo'ylarni. Hozir mana kartoshka eksa bo'ladi. Mana milliy tabiat bo'lgandan beri mana 2 yildan beri hozir ko'rdingmi? 2 yilga qancha daraxtni manzarani odam bo'yi bo'lgan bir xillari baland. Lekin buni ko'pchilik tushunmaydi. Kelib tabiatga aralaydi, qaytarsak biz O'zbekistonlik deb biz bilan tortishadi. Mana shunday. Hozirgi katta endi men otquloq deb bilaman, katta. Otquloq. U o'sha milliy tabiat bog' bo'lmasdan oldin unaqa o'smasdi-da, o'sarmi? Ularning hammasini molib ketardi-ku. Vaqti bo'lmasdi. Mana hozir ko'rdingiz-ku, mana shu yerdan keladi. O'tlar ham xuddi tropik o'rmonda yurgandek bo'ldi. Tabiiy giyohlarni, tabiiy o'lanlarni asrab qolish uchun insonni hozir hayvonlardan hozir xoli qildik hududimizda. Lekin hozirgi kunda mana insonni tabiatga nisbatan mehrini uyg'otish kerak. Mehrini uyg'otsa yana ham chiroyliroq bo'ladi. Chunki mana bu ichki turizm va tashqi turizm deydi, mana bu chet davlatdan keladigan turistlar hech qanaqa o'simlikka tegmaydi. Faqatgina o'zimiz ichki turizmda o'zi mahalliy aholi yoki viloyatlardan keladigan turistik harakatni olib borayotgan fuqarolarimiz mana shu tabiatga o'sadigan gullarni, keyin shifobaxsh o'simliklarni uzib taylash holatlari bo'lyapti hozirgacha. O'sha narsalarni ham bitta yoritib o'tsangiz deymanki, shularga tegmasdan naborot uni
asrab avaylasak, bizdan keyingi avlodlargacha yetib boradigan holatni Boradi. qila olamiz. Ko'payadi. Maqsad shu. To'g'ri. Oddiy qiziqish uchun ham shunday yulib tashlab ketishyapti-da buni. Oddiy. Shuni oladi, 10 metr yuradi, tashlab ketadi. Ular bilmaydi o'zi bu nimaga kerak. Prosta yashnab turadi, qiziqib oladi, o'sha yergacha boradi, tashlayib ketadi. Nimaga yulganini ham o'zi bilmaydi. Nimaga yurganini bilmaydi. U unga kerak ham emas. Shuning uchun biz taqiqladik, qaytaryapmiz. Lekin sal problema kelib chiqibdi. Hay, buni ham Lekin shunga astoydil bel bog'laganingiz bilinib turibdi. Ya'ni bel bog'laganmiz. Tabiatda asrab qolish uchun. Men o'zim pensiyagaman. Shu narsa uchun mana direktorimiz Azamat Amrillayev aka mana shuni oldingi yoshligimizga qanday tabiat, hayvonot olami bo'lsa shuni qaytaraylik degani uchun men ishga kirganman. Milliy bog' bo'lmasdan oldin 300 gektar yer olib Azamat men yordam qilib biz o'sha boshlagandik buni. Bir 3 yil oldin. Keyin milliy bog' bo'ldi. Keyin yana dalshi davom ettiramiz hozir. Atrofdagi o'rmon manzarani ko'z bilan kelib ko'rish kerak. Til bilan ta'riflab berib bo'lmaydi. Manzarani qarang. Uni ustiga mana bu daraxtlarni qarang. Daraxtlarni qarang, ajoyibligini. Mana bu daraxt kattaligini, archan kattaligini qarang. Mana yonida odam turibdi, odamdan tanasini qanchalik kattaligini his qilsangiz bo'ladi. Afsuski bu yil yog'ingarchilik kam bo'lganligi sababli o't o'lanlar anchagina sarg'aygan, lekin daraxtlar soyasidagi yashillik hali ham bor. Bu joyga kirganingizdan keyin har xil qushlarning ovozini eshitasiz, ayniqsa bulbul ovozini. Bir eshitib ko'ring, ha. Hudud ham tabiiy ham tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Milliy bog' hududida 12 kilometr qadimiy tosh yo'li qoldiqlari saqlanib qolgan. Ba'zilar bu yo'l Amir Temur davrida qurilgan desa, ba'zilar Aleksandr Makedonskiy davrida qurilgan deydi. Yo'l yuzasi mana juda ko'p qismi saqlanib qolgan, tosh bilan qoplangan, tosh yo'l bo'lgan. Mana bu tarafı, ha, tosh yo'l. Keyin mana endi yo'lni chetida e'tibor bersangiz, yo'lda o'sha qurilgan paytida hech qanday sementsiz, hech qanday boshqa bir vositasiz tosh, mana tog' toshlari o'sha paytda granit toshlar devor shaklida terilib, tepasida mana tekislab yo'l qilinganda hali hozirgacha mana saqlanib turibdi. Bunaqasiga qaraydigan bo'lsangiz, yo'l oxirigacha chap tomonida mana shunaqangi juda ko'p qismida tosh bilan terilgan devorlari bor, saqlanib qolgan. Yo'l qoldig'i. Mana bu yoqdan o tarafdan boshlanyapti. Va bu yoqdan ana bu suv yuvib ketgan joygacha bor va bu yog'i yana davom etgan. Bu joyda 12 kilometr shu yo'lni qoldig'i. Tosh bilan terilgan va eng qismi sel yo'li uchun maxsus terib chiqilgan. Mana hozir mana bu joyga bunday kamerani kiritadigan bo'lsam, hech bo'lmaganda bir 10 metr chuqurgacha tosh terilgan, mana tepa qismiga terilgan va
ikkala yoniga terilgan. Buni ustidan nechadir yillar otarab o'tgan bo'lsa, Sovet davrida salkam 40 yil texnika yurgan ha. Lekin mana bu joydagi sel yo'lini o'tkazilgan joyga bir zarracha ta'sir qilmagan va hozirda bu yerdan texnika yurmaydi. Yo'q, faqat siz texnikangiz yuradi. Xolosda Milliy tabiat bog'ining texnikasidan boshqa texnika bu yerdan yurmaydi. Bu joyga kelib ko'rish kerak. Samarqand viloyati, Urgut tumani, Milliy tabiat bog'i. Bu g'or Pishera Liva deydi. Pishera Liva deganing sababi Lev Danitovich degan Samarqand Samguni tarix fanlari professori Lev Danitovich degan professor topgan bu g'orni. Ha, ya'ni Bu yerdan tarixiy yodgorliklar, Neandertallarni qadimgi suyaklari, qurollari shular chiqqan. Shuning uchun hozir Samarqand tarix muzeyiga ham bor bu narsa. Shuning uchun ham bu Lev Danitovich nomiga qo'yilib Pishera Liva deb atalgan. ya'ni o'sha odam Lekin bu shu joyda asli fanga kiritganda, to'g'rimi? fanga kiritgan. Ha. Lekin undan oldin bir g'or Azizlar deb atalgan. Xalq tiliga. Ha. Bu yerdan suv chiqadi sharshara. Hozir mahalliy xalq nima deb ataydi bu g'orni? Amir Temur g'ori deydi. Ha, mahalliy xalq Amir Temur g'ori Mahalliy deydi. xalq Amir Temur Lekin g'ori. ilmiy nomda Ilmiy nomga Pishera Liva deydi bu yerda. ha. Siz qancha kirgansiz buni ichiga? Men buni ichiga где-то 60 metrlar kirganman yoshligim. Uzunligi aniq emas, yo aniqmi? Yo'q. Oxirga borgandan keyin tupikka mayda nomli teshigi bo'ladi. Unga просто kirish sal xavotirli, shuning uchun hech kim kirmaydi. Ha. Lekin buni oxiri juda uzoq. Bu toshlar ikki dunyoga qulamaydi. Eng xavfsiz joy mana shu yer. Ko'ring. Mana bu yerda ana shu ko'rsatib beraman sizga hozir. Mana bu yerdan bo'lib tiklanib bo'lishi mumkin deyman. Ha, baxtliga. Ha. Teshikchida. Shunday. Ha. Mana bu yerdan Olib keling, mana bu yerdan bitta tushirib oling. ismaysizmi yo'q? Yo'q. Bitta pochingda. Ana uni. Hayotimda birinchi marta g'orga kirdim. Birinchi marta. Yo'q. Bo'lmasa o'zimizda Urgutda ham bor g'orlar, kirmaganman. Fobiya bormidi yoki? Fobiya bor desa ham bo'ladi. Hozir ham 4-5 kishilik uchun kirdim, agar bitta ikkita sherik bo'lsa. Ona kirgansiz bu yerda olganmisiz? Ha, bu tarafga o'tganman. Olganmisizlar. Bu g'orga ikkinchi marta kirishimiz. Omon Qo'ton qishlog'i haqidagi ijro loyihamizni ko'rsatuvimizni ko'rsanglar bunga amin bo'lasizlar. Lekin u paytda qish edi, ancha sovuq edi. Ko'p kirmaganmiz, ozroq joydan qaytganmiz. Bugun sal ko'proq yo'l yurishga harakat qilaman. Kelingan unda. Sherik bo'lasizmi? Yo'q, ichkarigaman. Ha. Yo'q, kirmayman. Yo'q. Katta tekis joy bor bu yerda. Ha, oldindan bu odam yursin kamera bilan. Kamera bilan yuraman. Ha, bo'ldi, yuring. Ben yordamlashib olaman mana Yuring, bu yuring, chiqishingizga demoqchi edim. Ya bu Yuring, chiqaring. Chiqaring. Keling, agani chiqaringlar birinchi, agani bu. Yo'q, yuraversizlar hozir. Aka o'tib oling siz birinchi. Chunki hozir oxirga qolsangiz qochib ketasiz qayerga. Ana şeyden kirasiz, yani bu güzel gider. Bunu yakalamam. Ageli turbalarsiz fakat. Aha. İşte böyle yazan narsa bo'lar. Qisqasi, armonim qolmadi. Shu Amir Temur g'ori desa ham kirdim deyman-da. Ya. Endi haqiqiy Amir Temur g'ori emas-da. Ha, bu ham Amir Temur g'ori deyishdi-ku. Lekin bu bor-ku. Ha. Bu tarixiy bor bu. Nima desangiz ham chista originali. Keling qani bir qarab o'tib, o'shada olasiz. Yo'q, o'taman.
Ana shunga chiqib qolsangiz agar siz kichik berib kirsa bo'ladi bemalol. Ko'rasizmi bir? Bo'ldi hozir. Nimaga? Buni ichkari kirgandan keyin vaqtdan katta zal boyangi she'rlarni anavrisi bor. Toshga o'yilgan nimalari bor, qadimgi. Rasmlar bor. Rasmlar, she'rlar. Shuni shu Beblatka xonasi deydi. Mana shu tarafga yoqib turasizda siz ham birpasga fonaringizni. Mana bu bor-ku, mana bitta joyini ushlab ko'ring, mana qo'lingizga loy chang yo'q. Ha, tosh tipmi yo'q? Mana ham loy emas. Loyda ko'rinadi, ustim boradi deb o'ylayman. Boraveraman, bemalol. Xo'sh, bu nima deydi? Shu turasizmi? Sillavlangan toshda, buni suvga quyish narsasi silab bo'lib qolgan. Oyoqlarni chiqaman. Tushyapmanmi? Ha? Qayerdagi? Ha, tushyapsiz. Shu yaqinroq olib keldim. Tushyapsiz? Kirib ketishingizni ham olay deb yaqinroq olib keldim. Telefonni o'zimnikini. Oling. Agar qo'rqib o'tirmang, bemalol. Ayyo, endi men qo'rqaman. Ichkari katta joy. Faqat yo'qdan keyin tushib olishchi. Orqa oyoqda tushirasiz-ku, kallani tepaga qilib shuni siljib tushasiz, tamom. Biz shuni tushardik. Hozir chiqishda mana shundan chiqaraman, ha? Ha, chiqishga buni o'tirib, oyoqni birinchi tushirasiz, keyin tushib ketaverasiz. Sal yordam qilaymi? Oyoq ushlab turing, ha. Bo'ldi, tamom. Ha. Ha, kutib qol. Qonat qismiga kirdim. Bu joyga faqat mana shu ko'rib turgan joylardagi tuynidan kiriladi xolos. Ichkarida kattagina qismi bor ekan. Hozir men qo'limdagi telefon bilan kadr olib ko'rsatishga harakat qilaman, chunki bu yoqqa hozir kamerani olgani ikkilandim. Hozir sizlarga qo'limdagi telefonda kadr qilishga harakat qilaman. Xo'sh, mana men kirgan joyda mana bu taraf kattagina qism ekan. Men hozir mana shu joyda turibman. 1,5-2 metr atrofidagi aylana shaklidagi joy. Bu joyga faqat mana shu avval aytganimdek, mana shu kichkinagina tuynidan kirib keldim. Hozir mana G'ayrat aka meni kamera bilan syomka qilib turibdilar. Chiqish ham shu joydan. Bu joyga mana bunaqa har xil yozuvlar yozilgan deb aytdilar. Rasmlar chizilgan. Lekin hozircha ularni ko'rmadim. Va eng asosiysi stalaktitlar, mana bu shakllarga qaranglar, o'ziga xos ajoyib. Agarda Urgutga keladigan bo'lsanglar, Omon Qo'ton milliy tabiat bog'idagi mana shu g'orga kirishni tavsiya beraman. Qaranglar mana. Ajoyib, Allohning mo'jizasi. O'ziga xos shakllar. Bu yoqda yana bu tarafda emas-u, pastda yo'l ketgan ekan. Bu joydagi bu yoqda anchagina katta joy bor ekan. Bu yana tepaga qarab ketyapti. Mana bu joyda ekanda. Bu yoqqa yana yo'l ketgan ekan. Qisqasi, bu yoqqa yana ketgan ekan. Bu ichkarida joy katta ekan-a? Ha, joy bor. Bitta qisqaroq joyga chiqadi, yana kattarib ketadi. Shunaqa ekan. Bu joy menga Surxondaryodagi Boybuloq g'orini eslatib yubordi. U yoqqa kirmagan bo'lsak ham video tasvirlarini ko'rganmiz. Unda ham mana shunaqa kichik teshiklardan kirib uzoq joylargacha borilgan va u Boybuloq g'ori avvalgi ko'rsatuvimizda aytganimizdek Osiyodagi eng chuqur g'or hisoblanadi. Keling, ko'ring, yurtimizning ajoyibotlaridan bahramand bo'ling. Biz esa davom etamiz. Ehtiyot bo'ling. Aha. Kelaver aka. Davay. Bunu qo'ying ben. Bo'ldi. Ha, qo'yaveraymi? Qo'yaver. Chiqdim. Tamam. Chiqdim o'rtoqlar.
Qoyil. Bu kadrlarni onam ko'rmasinlar. Nima qiling? deb bolam qayerda yuribsan dedi. Agar ish qilib zapsi bormi g'ayrat aka? Umringizda birinchi marta g'orga kirish taassurotlar. Dahshat. To'g'risi men o'zim bo'lsam kira olmas edim. Juda qorong'u ekan. Qo'rqinchli, keyin salqin joyga bu narsa qo'rqinursa, ilonlar kirib olishi mumkin. Bu narsaga ham fobiya bor menda. Lekin hozir yo'q, kirib ko'rdik, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Hayotimda birinchi marta g'orga kirdim. Bo'lmasa Urgutda ham g'or bor, ikkita uchta. Hech botinib kira olmaganman, yurak yutib. Nechiga kirdingiz? Qarib 50 ga kirib qoldim. 50 yoshga kirib birinchisi. Birinchisi, g'orga kirishim birinchisi. Shu paytda hech kirmaganman. Qo'y. Shunday. Milliy bog' hududida sayr etar ekanmiz, o'zimizni jungli o'rmonlarida yurgandek his qildik. Tasavvur qiling, 3 yilda tabiat o'zini shunchalik tiklagan bo'lsa, 10-20 yilda qanday bo'lar ekan? Bu jarayonga siz va bizdan bir yordam kerak xolos. Shunchaki tabiatga ziyon bermaslik va uni o'z holiga qo'yish. Va eng asosiysi, bunday muhofazalanadigan hududlarni ko'paytirishdir. Shunda oz bo'lsa-da ekologiyani yaxshilagan bo'lamiz. G'ayrat aka, mana milliy tabiat bog'i nima uchun kerakligini yanada his qilyapsizmi? His qilyapman, lekin buni bor-ku, bitta afsuslanarli tomoni bor, hammaga ham tushuntirib bo'lmayapti-da. Mana o'tgan yil, mana esingizda bo'lsa, shov-shuv bo'lib ketib, mana shu Urgutdagi Omonqo'tan milliy tabiat bog'iga kimdir kirib, bir vallomat buldozer qo'yib, dacha quraman deb, o'shanaqalar bor-ku, vatanning chegarasini ham sotib ketadigan odamlar. Bo'lmasa, mana shu narsa hozir ekologiya o'zgarib ketgan paytda, odamlar toza havo, kislorod topa olmay turgan paytda mana bunaqa bog'larning ahamiyati juda katta. Keyin mana hozir ma'lumot oldik, 1,5 ming gektar yer ekan. 1,5 ming emas, bu yerda 15 ming, 150 ming gektarlab joylar, mana bunaqa tog'larda joylar milliy tabiat bog'lariga berilishi kerak. Mana shu yerda mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, kichkina yosh ko'chatlar, bir 2 yillik, 3 yillik. Hozir mana mahalliy aholining aytishi bo'yicha shu ko'chatlar 15 yil oldin ham chiqqan. Lekin mol payhon qilgan odamlar chiqib payhon qilgan, ko'paymagan. Mana endi hozir bir 5-10 yil tegmasa shu ko'chatlar meni qo'riqlanyapti-ku. Bemalol mana shu odam yurib bo'lmaydigan zo'r chiroyli o'rmonlarga aylanib ketadi shular. Ahamiyati shu. Hozir o'zimiz ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Milliy bog'da vaziyat boshqacha, qo'riqlanmaydigan milliy bog'ga kirmagan hududda umuman vaziyat boshqacha bo'lib yotdi. U yoqda hammasi bardak. Kimdir mol boqqan, kimdir uy qurgan, kimdir nimadir qilgan. Mana shunaqa. Shu uchun ham bularning ahamiyati juda katta. Ko'proq kerak bizga. Cho'lni saqlab qola olmaymiz, suv yo'qdir, boshqa yo'qdir. Hech bo'lmasa o'zidan o'zi bir o'rmonga aylanib ketadigan tog'landagi nimani holatni saqlab qolishimiz kerak. Bu joyda hozir milliy tabiat bog'ida 1,5 ming gektar yer bor xolos. Biz xohlar edik milliy tabiat bog'ining yerlari kamida 20 ming gektar bo'lishini va muhofazaga olinishini, bu yerdagi flora va fauna, ya'ni o'simlik va hayvonot dunyosi saqlab qolinishini, kelajak avlod kislorodga boy havodan nafas olishini juda xohlardik. Bu ko'rsatuvimiz oxirini ko'proq insonlarga yetib borish uchun layklar qoldirib, ko'plab insonlarga yetkazasiz degan umiddamiz. Samarqandliklar, o'zbekistonliklar uchun tabiat, ona tabiat, hayvonot dunyosi, o'simliklar olami ko'paysin, rivojlansin, kamaymasin. Sizlar bilan manzil loyihasi bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha